kelinglar ochiqchasiga gaplashaylik. Har doim inomarka yili eskiroq bo'lsa ham, lekin mashhur, qimmat brend, qimmat model sotuvga qo'ysam, sizlar yozasizlar. Buni yili eski, buni zapchast problema, benzin ko'p ichadi deb yozasizlar. Gap yo'q, хорошо. No aslida bu mashinalarni chiqarganim. Zapchast bilan problema yo'q. Benzin расход endi men nima qilay? Hech narsa qila olmayman. O'zi zavod, izgotовитель shunaqa qilgan. Endi hozir bu haqida tema emas. Bugun sotuvimizda benzin ichmaydigan, hid bilan yuradigan Hyundai Creta. Juda ham свежий va ekonomichniy avtomobil. Qimmat brend, qimmat model sotuvga chiqarsam ham, yili eski bo'lsa ham, lekin imet vidu qiling, buni narxi bilan birga sizlar 100-150 ming dollarga olmayapsizlar buni. Narxi bilan kelishtirib, как положено, расходli mashina bo'lsa ham zo'r pulga olasizlar. Tushunyapsizlarmi? Endi konkretno bu avtomobil haqida 2022-yil probeg 75 ming kilometr, 2 litrli atmosferniy dvigatel, расходi nari beri 6 litrdan 9 litrgacha. Bu degani va вообще ekonomichniy, как gibrid. Bitta egasi bo'lgan, kraska absolyutniy top-toza, torta g'ildirak tortadigan eng bogatiy pozitsiyalaridan biri bu. Endi qaranglar, semeyniylar uchun bu avtomobilimizda bagaji ham ko'rishinglar mumkin. Meni fikrim, trekerdan ham yumshoqligi ham ancha qulay, salonni ko'rinishlari ham, texnologiya ham ancha yaxshiroq bu avtomobil. To'rtta свежий balon turibdi, все sezonga. Endi yuringlar, как положено, sizlar bilan salonini polni ko'rib chiqamiz. Bez kombinatsiya, qora, однотонный bo'ladi. Orqada afsuski deflektorlar chiqmagan. O'rtada sideniyada podlokotniklari bor. Mana tomimiz, patologimiz oq rangidan zavodskoy. Endi torpedkani mana restyling versiyaniki ancha ko'rinish chiroyli bo'ladi. Sifrovoy informativniy bortovoy kompyuter tablolari bilan, bu yerda esa multimedia monitor, заводская штатная акустическая система, автомат коробка, центрoniklari bilan выбор режима езды, подогрев руля, подогрев tortalo, sideniyasi ham bor. Bu yerda parkovka datchiklar, kameralar, hammasi именно удобстволari uchun, vождениялari uchun qulayliklar bor bu avtomobilda. Ideal состоянияda Hyundai Creta eng topoviy pozitsiyalaridan biri. Narxiga keladigan bo'lsa, 18500 ga bosib olishinglar mumkin.